eng katta masala rayonda ishsizlik va kambag'allikdan xoli hudud qilish kerak. Butun Sirdaryo bo'yicha joriy qilishimiz kerak. Xalqimiz yaxshi yashasin, farzandlari zamonaviy bilim va ta'lim egallasin, daromadi ko'paysin deb har kuni izlanishdamiz. Jonajon vatanimizda, yangi O'zbekistonimizda bironta mahallasi, bironta rayoni, bironta shahari qolmadi-ku, yangi O'zbekiston shabodasi kirib bormagan. Bizda eng katta boyligimiz mehrimiz bir-birimizga. O'zimizda qiynab, izlanib, hammamiz bir musht bo'lib ishlasak, Sirdaryo umuman o'zgaradi. Yillar o'tadi. Bugungi kunlarda bobolarimiz yaxshi zamin yaratgan ekan desalar, bu bizga mukofot bo'ladi.